Bahorning shukuhli kunlari Beshariq tumani yoshlarga ajoyib sovg'a topshirildi. Endi ularning ham IT shaharchalari bor. Uning tantanali ochilish marosimida davlatning yoshlar istiqbolini ta'minlashga qaratilgan dasturlari ma'qullandi va minnatdorchilik bildirildi. Barcha qulayliklarga ega ko'rkam bino, bilim olish uchun zarur shart-sharoitlar, yuqori malakali murabbiy va o'qituvchilar endi yoshlar xizmatida. Markazda kompyuter grafikasi, dasturlash, sun'iy intellekt bo'yicha biz darslarni olib boramiz. Bundan tashqari robototexnika yo'nalishi ham faoliyat yurgizadi. Hurmatli prezidentimizni yoshlarga yaratib berayotgan keng imkoniyatlari o'laroq tumanimizda mana ikkita IT markazini faoliyatini yo'lga qo'ydik. Bunda startapchi yoshlar klubini tashkil qildik. 10 ga yaqin tayyor startaplarni yo'lga qo'ydik, tayyorladik. Bundan tashqari dasturlash kurslari, zamonaviy kasblarga o'qitishlarni yo'lga qo'ydik. Bundan tashqari mana dasturlash junior hamda senior darajadagi dasturchi yigitlarimizni tadbirkorliklarini yo'lga qo'yib, yangi ish o'rinlari, zamonaviy kasblar bo'yicha yangi ish o'rinlari yaratishiga keng imkoniyatlarga yo'l ochildi. IT shaharchasida dasturlash, kompyuter savodxonligi, web va grafik dizayn, robototexnika, sun'iy intellekt hamda raqamli innovatsiyalar kabi istiqbolli yo'nalishlarda ta'lim yo'lga qo'yiladi. Bu esa yoshlarning yuqori daromadli va raqobatbardosh kasblarni egallashda muhim ahamiyatga ega. IT Park loyihasiga 540 million so'm yo'naltirildi. Markazda yiliga 500 nafar o'quvchi zamonaviy kasblarga o'qitilishi rejalashtirilgan. IT shaharchasida yana bir o'quv maskani ISO Soft dasturiy ta'minot va raqamli loyihalar markazi binosi tantanali ravishda ochildi. Bu yerda yoshlar startap loyihalarini tayyorlaydilar, ularni sotib daromad ko'radilar. Buyurtmachilar talabiga ko'ra yangi loyihalarni yaratadilar. Bu ishlarda beshariqlik yoshlarga endi amerikalik nufuzli dasturlovchi kompaniyalar yordam beradi. O'sha Silk Road Professionals IT kompaniyasi bilan hamkorlikni boshlaganmiz. Ularda o'sha yangi Beshariq tumanida kompaniyasini yo'lga qo'yishga hamkorlik ishlari ketyapti. Tez orada amalga oshsa yoshlarimiz uchun faqat o'quv emas, real amaliyot jarayoni ham nazarda tutilib, qanday qilib daromad olish mumkin, qanday qilib natijaga erishish mumkinligini amaliyot bilan o'quv jarayonini birgalikda olib bormoqchimiz. Biz Beshariqda yangi biznes ochirmoqchimiz. We hope to open a new business here. Biz Farg'ona shahrida ish boshlagan edik. Mana endi Beshariqda ham yoshlar uchun IT park ochilgan ekan. Ular bilan hamkorlik qilamiz. Avvalo ularga xaridorgir loyiha ishlab chiqarishni o'rgatamiz, so'ng ularni Amerika kompaniyalariga taklif etamiz. O'ylamayki, Beshariq IT park yoshlari bunga qodir va muvaffaqiyat qozonadi, dedi Silk Road Professional kompaniyasi menejeri Duens Cross-Kiel. Beshariq sanoati qishloq xo'jaligidagi yuksak natijalari bilan nom qozongan edi. Endigi navbat uning ITchi yoshlariga.